Qurol bilan tushgan yaxshi. Bu ham spawn axir. Xavf bo'lishi mumkin qandaydir. Mana buni xavf desa bo'ladi. Poyezd ovozi keldi. Mana shaxtanimi? G'alati. Xullas, Minecraftga o'zi shunaqa ovozlar qo'shilgan-ku. Bundan ham dahshatli g'alatilari bor. Tepada yana bitta spawn bor ekan. Davay, unda tushib ko'ramiz. Zombilarni go'shagan ovozlar kelyaptimi? O'zlari ham kelyapti. Ko'p yana qator bo'lib. Mayli tepaga qurib, keyin shaqillatamiz tezroq lekin. Davay, bitta ke. Ke. Shaq. Hamma shaqillatib olaman shunaqa. Bolalar, videoga obuna bo'linglar iltimos. 95% odam obuna bo'lmasdan kuzatyapti. Qolgan 5% ham bo'lsa bo'lyapti, bo'lmasa shuni o'tkazib yuboryapti. Xullas, iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Bu sizlar uchun qiyin emas-ku. Bitta tugmani bosib qo'yish. Men bo'lsa bu zombilarni dodasini ko'rsataman. Bular dodasi bo'lsa kerak. Ichaklari sochilib ketdi. Bechoralarni. Ichagini qaranglar. Mayli, bundan pastroqqa tushaylikchi. Bu qurolni o'qlash grafikasi juda ham chiroyli ekanlik. O'qni olib solishi menga yoqdi. Xullas. Yana bitta baqaga boq. Cho'sildi. Bu yoqqa hali kirdim. Iskelet jonda chashib ketdim. Shu yer edi, shu yer. Mayli, tepaga chiqaveramiz. Hozir kechqurunmidi? Chiqib ham bo'ldim mana. Qanday go'zal Minecraft olami. Meni mob fermachamga birmas tushibdimi? Mayli, ertaga ko'raman. Baqamiya. Bitta baqamiya o'sha yerga kiryapti. Hozir boplaymiz. Barkdan o'tmaydimi o'q? Deydi, kelyapti. Ikkita olib ketdimi? Ikkita baqamiya. Nimaga o'lmayapti bular? Qo'llari uzilib ketsa ham. Qilish bilan shaqillatib beramiz. Baqamiyalar ko'payib ketyapti. Xo'p.